Oltinchi odob. Allohga hamd va sano bilan boshlash. Barcha ishlarini Robbini yodga olib, unga hamd va sanolar aytib boshlash musulmon kishining odoblaridan hisoblanadi. Shu ma'noda hamd va sano bilan boshlangan duo ijobat qilinishga yaqinroq bo'ladi. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda shunday deyilgan: Qiyomat kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam arshning yonida sajda qilib, toki so'rashga izn bergunicha Alloh taologa uzun hamd va sano aytib turadilar. Alloh taolo u zotga izn berib: "Ey Muhammad, boshingizni ko'taring, gapiring, gapingiz eshitiladi, so'rang, sizga ato qilinadi, shafoat qiling, shafooatingiz qabul qilinadi", deydi. Imom Muslim rivoyat qilgan.